Yaxshi, siz Minecraft dunyosini yaratdingiz. U yerda eng birinchi qiladigan ishingiz bu nima? To'g'ri topdingiz. Qo'yni urish. Keyin yana bittasini quyoshga qarab turish va o'zingizni suvda o'ldirish. Va shu bilan video tugaydi. Ammo bu yerda yana bor. Soatlab olingan bunday videolardan butun boshli playlist mavjud. Ikkinchi video esa avvalgisi bilan deyarli bir xil. Demak, hammaga salom. Xo'sh, nega bu o'yinchi juda ham g'alati harakatlar qilmoqda? Bu Minecraftni normal o'ynash videosi emas. Bu umuman boshqacha. Ko'rib turgan videolaringizning egasi yaponiyalik YouTuber Piropito tomonidan qilingan. Hayratlanarlisi, bu uning birinchi marta Minecraftning o'ynashi. Va u hech narsaga qarashi mumkin emas. U bu o'yin haqida hech narsa bilmaydi. Agar qandaydir muammoga duch kelsa, u shunchaki o'zi yechishi kerak. Xo'p, demak Minecraftni hech narsani bilmasdan uning uchun qancha vaqt oladi? Demoqchiman, Nether portalni qanday shaklda qurish, qanday qilib Endga borish mumkinligi yo umuman barcha qadamlarni qanday qilish kerak. Boshida u nima qilish kerakligini umuman tushunmaydi. U shunchaki kunlab atrofda tentirab yuradi, xolos. Har tunda moblarga o'ladi. Ammo eng muhimi, u birin-ketin nima qilish kerakligini tushunib boradi. Qanday qilib buyumlardan craft qilish, bloklarning qanday ishlashi, o'lganda barcha narsalarni tushirib yuborish va shu kabilar. Bundan tashqari u yordam ham ola olmaydi, xuddi qorong'uda qolib ketgandek. Yaxshiyamki, o'yin sizda bor narsalarni craft qilish mumkinligini ko'rsatib turadigan yo'riqnoma mavjud, hamda eng muhimi yutuqlar. Bu o'yinni tugatish uchun qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Ajoyib! Ammo bu ham hamma narsani tushuntirmaydi. Har bir yutuq o'zining qo'llanmasida yozilgan kichik narsani beradi va bu unga kattaroq muammolarni keltirib chiqadi va har bir kichik detalni o'zi yecha olishi kerak. O'yin unga o'zing top deydi va Piropito buni uddalaydi. Hozir u shunchaki Minecraftni bilmaydigan oddiy o'yinchidek ko'rinishi mumkin, lekin unga yordam beradigan birgina kalit so'z bor. Sabr. U o'yin davomida muammoga duch kelganda yoki g'azablangan payti shunchaki qarab olishi mumkin edi qo'llanmaga. Ammo u bunday qilmaydi. U bu narsani to'siq sifatida emas, o'rganish sifatida ko'radi. U mana shu ishtiyoqi sababli ish stolini qanday qilib yasash, narsalarni qanday qilib o'z joylariga joylash, hattoki u o'zining birinchi bazasini ham quradi. To'g'ri, Minecraftni noldan o'rganish juda ham qiyin bo'lishi mumkin, lekin imkonsiz emas. Bundan tashqari, hamma narsani o'zi yetishi davomida u moblarga o'zi shaxsan ism qo'yadi. U Creeperni kaktus deb ataydi, Skeletni esa suyak jangchisi, Silverfishni esa uning eng sabrini sinagan narsa esa bu Netherga borish paytida bo'ladi. U soatlab o'ynagandan keyin u ancha narsani tushunib qoladi, bazalar hamda narsalarni yig'ish. Ammo u hali ham Nether portalni qanday qurishni bilmasdi. Uzoq vaqtdan beri Minecraftdagi yutuqlar unga nima qilish kerakligini ko'rsatib turib yordam berib turgan. Unga qanday qilib qurollar yasash, qanday qilib qalqonni yasash, narsalarni qanday sehrlash. Nether portal yutug'ining yaponcha izohi uni biroz chalg'itadi. U portal haqida nima qilish kerakligini to'liq aytmasdi. Uni yasash kerakmi yoki qurish kerakmi? Seriyalar davomida u birinchi marta do'stidan tashqi omil sifatida yordam so'raydi. Portal chindan ham qurish kerakmi? Ha, qurish kerak. Xo'sh, endi siz nima qilgan bo'lardingiz? Piropitoni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. U qanday shaklda qurilishini bilasizmi? Albatta yo'q. Shu yerdan Piropitoga xatolar sinovi boshlanadi. U bunday shaklda qurib ko'radi, o'xshamadi. Bunday shaklda quradi, o'xshamadi. Bunday qiladi, o'xshamadi. O'zi qilgan testlar muvaffaqiyatsiz bo'lgach, hattoki Minecraftdagi strukturalar naqshlarini ham sinab ko'radi. U piramida strukturasidan andoza oladi, ammo baribir o'xshamaydi. Bu vaqtga kelib u kunlab test o'tkazadi. Kim bilsin bu vaqtda qancha obsidian ketgan unga. U bilar ediki, buni topish uchun juda ham ko'plab asrlar kerak bo'lishi mumkin, balki umuman topolmas. Balki u shunchaki internetga bitta nazar tashlab, hamayli. あ、できた。できた。 O'yinning o'tishining bu qismi balki eng ta'sirli qismlardan biri hisoblanar, lekin seriyalar uchun emas, balki aynan Minecraft uchun. Tasdiqlandiki, bu videoni ba'zi bir Minecraftning yaratuvchilari ko'rgan hamda ular nimaga o'zgartirish kerakligini tushungandek. Aniq isbotlay olmayman, lekin balki Mojang developerlari aynan mana shu narsani tushunib, portalni qurish qanchalik qiyinligini tushunib yetgach, o'yinga buzilgan portallarni qo'shish g'oyasini ko'rgandir. Ayniqsa yangi boshlaganlar uchun. Piropito bu vaqt ichida o'yindagi Ender ko'zini olgach, u Endga qarab yo'l oladi va shu yerda muammoga duch keladi. U End portalni qanday qilib aktivlashtirish kerak ekanligini tushunmasdi. Ya'ni ramkalarga ko'zlarni qo'yishni. U yutuqlarni ko'rdi, ammo vaqtga qarshi u yerda portal haqida hech narsa yo'q edi. Shunday qilib u xatolar sinovini boshladi. Birinchi urinish, shunchaki sakrash. Yo'q. Ikkinchi urinish, olov yoqish. Yo'q. Uchinchi urinish, Ender ko'zini otib yubordi axir. Tan olaman, Minecraftni noldan o'rgangan odamni o'yinni kuzatish juda qiziq. To'rtinchi urinish, End kristallari. Yo'q, baxtga qarshi.
Biroz tezlashtiramiz. Magma krem, blaze olovi, kalla va ender ko'zi. Ha. あ、入った。 Va nihoyat u buni uddaladi. Let's go. Va o'yinning so'nggi qismiga kelganda u endga kiradi. Tayyorlangan, sehrlangan qurollar bilan, eng kuchli qilichlar bilan millionlab soatlab vaqtni ketkazgan va あ、うわ、落ちた。嘘。 Ajdarho battleda yutgan bo'lishi mumkin, lekin Piropito butun boshli urushda yutdi. U qaytib bordi, tushib ketdi, yana qaytib bordi, o'lib qoldi, yana qaytib bordi. U necha marta o'lganini hatto sanoqdan ham adashib ketish mumkin. U ajdar mexanikasi qanday qilib ishlashini tushunib yetdi. U ajdarni jonni qancha ketkizsa ham uning joni kamaymayotganini bilib, kristallarni yo'q qilishga tushdi. Endi kristallar ajdarni jonni to'ldirib turganini bildi. Men Piropitoning o'yinning mexanikalarini tushunib yetishiga shu qadar o'rganib qolgan edimki, hattoki u end kristallarni o'lib bo'lsa ham yiqitishni ko'rganimdan keyin, ha, shunday qilish kerak deb yubordim. End kristallarni yo'q qilgach, ajdar bilan bo'ladigan odatiy jang juda ham wow deydigan narsa bu yog'ida uncha yo'q, shunchaki o'tadi. Siz bu yog'ini juda yaxshi bilasiz. Va shunday mashaqqatlardan keyin Piropito o'yinni yutdi. 倒した。倒した。やったー。 Xo'sh, demak Piropito Minecraftni 0% dan yutish uchun qancha vaqt ketdi? 80 tadan oshgan seriyalar asosida 100 soatdan ko'proq o'ynalgan vaqt, millionlab sabrsizlik holatlar, barchasini noldan o'rganish. Yaxshiyam Minecraft wiki bor.